Har bir inson hayot yo'lini tanlar ekan, yuragi unga o'ziga eng yaqin, eng muqaddas bo'lgan kasbga yetaklaydi. Kimdir ilm beradi, kimdir tabiatni asraydi, yana kimdir vatan himoyasida turadi. Men esa halollik, mas'uliyat va fidoyilikni o'zida mujassam etgan yo'lni tanladim. Soliq xodimi yo'lini. Soliq organi xodimi sifatida men har kuni o'z zimmamda katta mas'uliyatni his qilaman. Chunki mening kasbim nafaqat davlat iqtisodiyotining muhim bo'g'ini, balki jamiyat farovonligiga hissa qo'shuvchi muqaddas vazifadir. Har bir soliq to'lovi, har bir hisob-kitob orqali men yurtimiz taraqqiyotiga, ta'lim, sog'liqni saqlash, infratuzilma va boshqa sohalarning rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman. Bu mening faxrim. Biz soliq xodimlari jimjit ofisda ishlasak-da, yuragimizda vatanning tinchini, xalqning farovonligini his qilamiz. Chunki bizning mehnatimiz davlat byudjetining tomirlarida oqayotgan qon, iqtisodiyotning yurak urishidir. Biz hisoblaydigan raqamlar aslida xalqimiz farovonligining, bolalarimiz kelajagining poydevoridir. Soliq xodimi bu raqamlar ortida yashiringan adolatni ko'ra bilgan, halollikni hayotining mezoniga aylantirgan insondir. Bu kasb sabr-toqatni, bilimni, qonuniylikni va yuksak professionallikni talab qiladi. Har kuni to'g'ri qaror qabul qilish, qonun doirasida ish yuritish, soliq to'lovchilar bilan ochiq muloqotda bo'lish men uchun nafaqat vazifa, balki sharafdir. Men yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududlararo soliq inspeksiyasining elektron shaklda xizmatlar ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalar faoliyatini monitoring qilish sho'basi davlat soliq bosh inspektoriman. Elektron xizmat ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalar bu internet orqali O'zbekiston fuqarolari va tashkilotlariga turli xizmatlarni taqdim etadi. Masalan, ular dasturiy ta'minot, mobil ilovalar, o'yinlar, filmlar, musiqalar yoki onlayn reklama xizmatlarini taklif qiladi. Bunday kompaniyalarga Google, Apple, Netflix, Meta, Microsoft, Amazon va OpenAI kabi yirik platformalarni misol qilib keltirish mumkin. Faoliyatim davomida jahon miqyosidagi yirik kompaniyalar bilan muloqot olib borar ekanman. Men nafaqat soliq organi manfaatlarini, balki mamlakatimizning iqtisodiy manfaatlari va xalqaro nufuzini himoya qilayotganimni chuqur his qilaman. Bu esa o'z navbatida yelkamga katta mas'uliyat yuklaydi hamda menga yuksak faxr va g'urur tuyg'usini bag'ishlaydi. Kasbim menga mas'uliyat bilan birga sabrni, doimiy o'rganishni, o'z ustimda ishlashni o'rgatdi. Har bir to'g'ri hisoblangan soliq, halol yakunlangan ish, xalq uchun yaratilgan qulaylik bu mening g'ururim, mening ishimning samarasidir. Chunki men bilaman, mening mehnatim orqali yurtim obod bo'lmoqda, kelajagimiz yorug'roq bo'lmoqda. Ba'zan bizning mehnatimiz ko'zga ko'rinmas, ammo uning samarasini butun xalq his qiladi. Biz iqtisodiyotning barqarorligi, davlatning mustahkamligi, xalqning ishonchi uchun xizmat qilamiz. Ha, kasbim faxrim. Chunki bu kasb halollik, adolat va fidoyilik ramzi. U menga xalq xizmatida bo'lish sharafini, vatanimga sadoqat bilan mehnat qilish baxtini berdi.